Xo'p, Bismillahirrohmanirrohim. Aziz o'quvchilar, hozir Mabdaul qiroat kitobidan 34-darsimizni boshlaymiz. Xo'p, ma'anil kalimat yani. Ma'anil kalimati. So'zlarning ma'nolari: libasun, libos, kiyim; albisatun, liboslar; qamisun, ko'ylak; qumsanun, ko'ylaklar; sirvalun, bu shalvar, ishton; saravilu, shalvarlar yani; tarbushun, material. Bu anaqa boshga kiyayotgan qizil nima? Turklarda, vallohu alam, agar adashmasam turklarda bo'ladi. Turklarni do'ppisi desa ham Alloh alam xato bo'lmasa kerak. Shuni tarbushun deyiladi. Tarbush qizil bosh kiyim. Tarabishu, qizil bosh kiyimlar. Ridaun, ya'ni nima? Rido, ustki kiyim. Ardiyatun, shu ustiga tashlaydigan material yani. Qumashun, nima? Gazlama, material. Aqmishatun, gazlamalar. Sudratun, kamzul, nimcha. Sudarun, kamzulcha, nimchalar. Xo'p. Durra'atun, bu kurtka. Darari'u, kurtkalar. Bantalun, shim. Lamma, qachonki, vaqtiki. Tag'adda, ya'ni abid qildi. Yatag'adda, abid qiladi. Tag'addin, abid qilmoq. Ta'ashin, kechki ovqatni yemoq. Ta'ashsha, kechki ovqatni yedi. Yata'ashsha, kechki ovqatni yeydi. G'adaun, kunduzgi ovqatga, abiddagi ovqatga g'ada deyiladi. Ashaun, kechki ovqat. Xo'p, akbaru, kattaroq. Asg'aru, kichkinaroq. Kiydi yoki kiydi degani labisa degani. Kiymoq bo'lsa lubsun, kiymoq. Yalbasu, kiyadi. Ilbas, kiy. Xo'p, yechdi. Naza'a, yechadi. Yanzi'u, inza' yech degani. Naz'un, yechmoq. Xo'p, taqdim qildi. Taqdimun, taqdim qildi. Qaddama, bu yani taqdim qildi degani qaddama degan. Taqdim qilmoq degan taqdimun degan. Xo'p, qaddama, taqdim qildi. Yuqaddimu, taqdim qiladi. Qaddim, taqdim qil. Tikdi. Xota, tikdi nima degan ekan? Xota degan ekan. Xo'p, tikadi. Yaxitu, tik deb agar masalan amr qilsangiz, xit. Bu tikmoq degan nima degani? Xiyatatun, ism masdar. Xo'p, futurun ya'ni ertalabki nonushta. Bizda hozir nima bo'ldi? Futur, g'ada, asha bo'ldi. To'g'rimi? Futur ertalabki nonushta va g'ada abedga va asha kechqurungi. Xo'p, nonushta qilmoq iftorun deyiladi. Nonushta qilmoq iftorun deyiladi. Xo'p, aftara, nonushta qildi. Yuftiru, nonushta qiladi. Aftir, ya'ni nonushta qil. Jumlalarni birgalashib o'qib tarjima qilamiz. Ilbas rida'aka. Ilbas rida'aka, ya'ni ust kiyimingni kiy. هذا الرداء طويل جدا. Bu rido juda ham uzun. هذا الطربوش جميل. Bu material güzeldir. انزع صدرتك القديمة والبس صدرتك الجديدة. Yani inza degani yech, chiqar nimani? Sudratga, eski kamzulingni, eski nimchangni chiqar. Walbas sudratga al-jadida, yani yangi nimchangni kiy. Xo'p, alhamdulillah. Faridun yanza'u darsahu. Faridun yanza'u sudratahu. Farid nimasini? Nimchasini yechyapti. Albisatuka wasikhatun jiddan. Sening kiyiming juda ham kir. Nazzifha bil furshati, ya'ni uni cho'tka bilan tozala. Al-xodimatu tunazzifu al-albisata bil furshati. Xodima, ya'ni xizmatkor ayol, tunazzifu al-albisata bil furshati, ya'ni o'sha liboslarni cho'tka bilan tozalaydi, nazofatlaydi. Ilbas durra'ataka, ya'ni kurtkangni kiy. Labistu sudrati va bantaluni va durra'ati,
Yani kamzulcamni va bantluni shimimni va durraati va kurtkamni kiydim. تعشينا في الساعة الثامنة ساعة 8 kechki ovqatni yedik. خب هاتي العشاء أيها الخادمة يعني أي خادمة kechki ovqatni keltir. خب جئت يوم الخميس من الكتاب في الساعة 12. خب جئت يعني keldim qayerdan payshanba kuni keldim minal kuttabi maktabdan fi saati thaniyati 10 saat 12'de payshanba kuni saat 12'de maktabdan keldim وبعد قليل وبرزدان sonra رجعت أختي عائشة أيضا من كتابها singlim Aisha maktabdan qaytdi وكانت هي أكبر مني و مندن كالطرق إده وكانت تحبني كثيرا ومن كوب يخش كرار إده وفي الساعة الثانية قدمت لنا أمي غداء وساعة 8 وساعة 2 قدمت لنا بزغة تقدم قلدكم أمي أنام لمن عبدنا أوقاتنا فلما أكلنا vaqtki qachonki yeb bo'lganimizda kharajtu ana men chiqdim kim bilan ma'a abi ila suqi dadam bilan bozorga va baqiyat Aisha fil bayti va Aisha uyda qoldi va fi suqi ishtara li abi tarbushan va sudratan va bantluna aytibki bozorda va fi suqi bozorda ishtara li abi dadam menga sotib oldilar nimani tarbushan material uzr qizil do'ppi sotib oldilar va sudratan va kamzul sotib oldilar va shim sotib oldilar bantluna va li ukhti Aisha qit'ata qumashin va singlim nimaga Aishaga qumashin qit'ata qumashin bir parcha material sotib oldilar li takhita laha ummi qamisan unga onam nima ko'ylak tikib berishlari uchun واشترينا لأختي الصغير فريد واشترينا لأخي الصغير فريد فرسا من الخشب kichkina ukam Faridga cho'pdan yog'ochdan bo'lgan ot sotib oldik va fi saati al-khamisati soat 5da raja'na ila al-bayti uyga soat 5da uyga qaytdik وأعطينا عائشة قماشها وفريدا فرسه وعائشة ماتريالنا بردك وفريدك أتنا بردك خب bu gaplarni birgalashib tarjima qilamiz. Bismillah. Xo'p. Nima 36-mashq 36-mashq ishton ya'ni sirvalun ko'ylak qamisun kamzul sudratun nima sudratun qamis bu shalvar uzundir هذا السروال طويل bu shalvar uzundir bu nimcha tordir هذه الصدرة nima ضيقة tordir ضيقة هذه الصدرة ضيقة bu material qimmatdir هذا القماش غال yangi shimimni bir hati bantluniyal jadida yangi ko'ylagingni kiy ilbas qamisaka al jadida xo'p yangi shimimni ilbas qamisaka al jadida misol bu erkak kishiga aytsak yangi ko'ylagingni kiy deganda ayol kishiga nima deymiz ilbasi qamisakil jadida yani ilbasi qamisakil jadida yoki qamisatakil jadida yangi shimimni kiydim labistu
يعني بنطلوني الجديدة. بو مندان كتدر. هذا كبير مني. يكي هذا أكبر مني. دسيان بلد. يكي هذا كبير أكبر مني. بو مندان كتكنذر. هذا أصغر مني. يكي هذا صغير مني. من فريدان كتكراق من. من فريدان كتكراق من. أنا أكبر، أنا أصغر من فريد. أنا أصغر من فريد. أنا أصغر من فريد. خب سن فاطمة دان كتراقسن. أنت أكبر من فاطمة. أنت أكبر من فاطمة. بو منين أنامدر. هذه أمي. هذه أمي. ساعات سكزدا كشك أوقاتنا يدك. تعشينا في الساعة الثامنة. تعشينا في الساعة الثامنة. فريد نمجسنا يتيبت. فريد ينزع صدرته. فريد ينزع صدرته. خب كشك أوقاتنا كلتر. هاتي عشاءنا. أي خزمة شعيول يا خادمة. هاتي عشاءنا يا خادمة.